Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish fanidan aplikatsiya haqida umumiy tushuncha mavzusi bo'yicha ma'lumot beramiz. Rejamiz aplikatsiya uning kelib chiqish tarixi, aplikatsiya turlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida turli yosh guruhlarda aplikatsiya mashg'ulotlarini o'tkazish. Bolalarning ijodkorligi va iste'dodining kelib chiqishi uning barmoqlari uchida. Barmoqda majoziy ma'noda ijodiy fikr manbasini oziqlantiradigan eng nozik iplar, oqimlar mavjud. Boshqacha qilib aytganda, bolaning qo'lida mahorat qancha ko'p bo'lsa, bola shunchalik aqlli bo'ladi degan edi olimimiz Vasiliy Aleksandrovich Suxomlinskiy. Aplikatsiya uning kelib chiqish tarixi. Aplikatsiya so'zi lotincha applicatio so'zidan olingan bo'lib, gazlama, qog'oz va boshqa materiallardan rang-barang gazlama qog'oz bo'laklarini tikish yoki yopishtirish yo'li bilan naqsh ishlash, bezash degandir. Bu usulda yasalgan gul, tasvir ham aplikatsiya deb ataladi. Aplikatsiya badiiy asarlar yaratishning eng sodda va oson usuli hisoblanadi. Bunda tasvirning asosi saqlanadi. Bu aplikatsiyadan faqat bezash maqsadlaridagina emas, balki ko'rgazmali qurollar, turli o'yinlar uchun qo'llanmalar, o'yinchoqlar, bayroqlar, sovg'alar, devoriy gazetalarimiz, stendlar, ko'rgazmalar va kostyumlarni tayyorlashdagina emas, balki kartina, panno, naqsh va shu kabilarni yaratishda ham keng foydalaniladi. Aplikatsiya bundan 2,5 ming muqaddam ko'chmanchi xalqlar orasida paydo bo'lgan. Ular aplikatsiyadan kiyim-bosh, turar joyni bezashda foydalanishgan. Aplikatsiya turli xalqlarda turli materiallardan foydalangan. Masalan, yoqutlar aplikatsiya ishida po'stloqdan foydalanishgan. Bo'yalgan po'stloqdan qilingan aplikatsiyalar bilan ular uylarini, o'toqlarini bezashgan. Boshqa xalqlar ham aplikatsiyadan kiyim-boshlarini, uylarini bezashda foydalanishgan. Faqat 16-asrga kelib rivojlangan qog'ozdan aplikatsiya qilish aplikatsiyaning yosh turi deyishimiz mumkin. Qog'ozdan naqsh qirqish bilan o'tmishning mashhur san'atkorlari ham shug'ullanishgan. Masalan, rassom Peter Raul Rubens, daniyalik haykaltarosh Bertil Garvinson ishlari shular jumlasidandir. Aplikatsiya ishlarining eng gullagan davrini 16-asrda Italiya va Ispaniyadagi cherkov kiyimlarida ham ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik matodan tayyorlangan aplikatsiyalarning o'rniga qog'oz applikatsiyalar kirib kela boshladi. Bu qog'oz tayyorlashning boshlanishi bilan bog'liq bo'ldi. Qog'ozdan qirqilgan qora selyutlar tezda ommalashib ketdi. Tasviriy san'at turi sifatida selyut ancha oldin, eramizdan avvalgi 6-asrda paydo bo'lgan. Aplikatsiya qilishda oddiy va murakkab qirqish usulidan foydalaniladi. Oddiy qirqish usuli bilan yaxlit shakl hosil qilinadi va qirqilgan shakl teng va tekis qirqiladi. Qog'ozni 5-6 qavat qilib buklab turib qirqishga murakkab qirqish usuli deyiladi. Bu usulda qirqishda bitta shakl 5-6 marta ko'payib chiqadi. Quyidagi rasmlarda ham buni ko'rishimiz mumkin. Aplikatsiyaning har xil turlari mavjud. Tematika bo'yicha uni 3 guruhga bo'lishimiz mumkin. Predmetli aplikatsiya, sujetli aplikatsiya, dekorativ aplikatsiya. Predmetli aplikatsiya deganda uncha murakkab bo'lmagan aplikatsiya bo'lib, uni qog'oz, mato va boshqa materiallardan shakl qirqib asosiga yopishtiriladi. Sujetli aplikatsiya bu biror bir harakatni yoki voqeani tasvirlaydigan tasvir bo'lib, bir necha detallarga bo'linib yopishtiriladi. Dekorativ aplikatsiya bu bezakli aplikatsiya. Unda ramkalar, albomlar, uy-ro'zg'or buyumlari bezatiladi. Ko'proq naqshlar va ornamentdan iborat bo'ladi. Dekorativ aplikatsiya. U naqsh, gullardan tashkil topadi. Alohida tasvirdan tarkib topuvchi predmetli hodisa, harakatlar uyg'unligini aks ettiruvchi sujetdan iborat bo'lishi mumkin va quyidagi rasm bu aplikatsiya turiga misol bo'lishi mumkin. Mazmunli va bezakli aplikatsiya. Bolalar uchun aplikatsiya bu qirqish, yopishtirish yo'li bilan tasvir olish. Aplikatsiya amaliy san'at turi hisoblanadi. Buni yuqorida ham ta'kidlab o'tdik. Aplikatsiya yordamida har xil shakldagi faktura va metallarda panno, otkritkalar, aksessuarlar, modniy ko'ylaklar uchun rasmlar ham yaratiladi. Bolalar uchun aplikatsiya nimasi bilan foydali?
Aplikatsiya yaratishda ko'proq vaqt talab qiladi. Shuning uchun ham ota-onalar aplikatsiya yasashni bilishi, bolalar aplikatsiyasini yaratish jarayonida motorikasi, badiiy taassurotlari rivojlanadi. Estetik didi shakllanadi, ranglarni ajrata olishi boshlaydi. Bundan tashqari, aplikatsiya turlari quyidagicha bo'linadi: rangi bilan, hajmi bilan, materiali bilan. Hajmli aplikatsiya. Bu aplikatsiyani yaratishdan oldin qog'ozga sxematik rasm tushiriladi. Keyin katta hajmdagi elementlarni tayyorlab olinadi. Bu qog'ozdan katta doiralar, garmoshka, prujinka va boshqa elementlar bo'lishi mumkin. Katta hajmdagi detallar oldin rasmga terib olinadi, so'ng yopishtiriladi. Ulardan biri plastik aplikatsiyadir. Bolalar uchun barglardan aplikatsiya. Bu aplikatsiya ishini yaratishda barglar to'plash lozim. Chiroyli o'simliklar barglarini yig'ib olib, barglarni quritishda kitob orasiga quritishimiz ham mumkin. Yanada tezroq quritish uchun dazmoldan ham foydalanishimiz mumkin. Yangi barglar qog'oz va gazetadan foydalanib dazmol qilish lozim. Barglarni rasmini yaratish uchun oldindan yaxshilab o'ylab olishimiz lozim. So'ng qog'ozga tortib bilan joylashtirib yopishtirish kerak. Matodan tayyorlangan bezakli aplikatsiya. Bu aplikatsiya yaratishda matodan foydalanadi. Mato paxtadan tayyorlangan bo'lishi lozim. Unga ishlov berishda mato kraxmalga bo'ktirib olinadi. Matoni kraxmallashtirishda kartoshka kraxmali va suyuq klisterdan foydalanishimiz lozim. Agarda mato sintetik bo'lsa, uni jelatin suyuqligiga bo'ktirishimiz lozim. Tayyor bo'lgan mato mahsulotini kerakli buyum detallari kiritib olinib, yopishtiriladi. Quilling. Quilling aplikatsiyaning eng mehnat talab qiladigan va qiziqarli turi bo'lib, uni yaratishda oddiy tekis qog'oz va qog'oz tasmalaridan foydalaniladi. Qog'ozni olib, unga rasm solinadi. Qog'ozga tushirilgan tasvirni to'ldirishda uzun tasmali qog'ozni o'rab yopishtirishimiz boriladi. Buni qunt va sabr bilan bajarishimiz kerak. Somondan yasalgan aplikatsiya. Somonchali aplikatsiya somon va klisterdan foydalanadi. Somonchali quritib, tozalab, yuqori qismidan ajratib olinadi. So'ng 20-30 daqiqa qaynagan suvga bo'ktirib olinadi. So'ng somonchalarni ikkiga bo'lib yorib olamiz. Keyin dazmol bosilib, tekis qilib holatga keltiriladi. So'ng somon yonma-yon, tekis yopishtirib boriladi. Tayyor bo'lgan buyumni kerakli tasvir olib kiritib, qog'ozga asosida yopishtiriladi. Bolalar bog'chasida tarbiyachilar bilan birga somondan yasalgan aplikatsiyalarni bajarishimiz juda ham foydali hisoblanadi. Quyidagi rasmda somondan yasalgan aplikatsiyani ko'rishimiz mumkin. Foydalanilgan adabiyotlar. E'tiboringiz uchun rahmat.